Salom do'stlar, sizlar bilan Iminov DLC yangilik kanaliga xush do'stlar. Bugungi videorolikimizda biz sizlar bilan Dream League Soccer 2026 dagi eng yaxshi, eng sara yangiliklarni bugun barhamand bo'lasizlar. Albatta, bugun yozgi yangilanish va qizil kartali futbolchilar barchasi haqida sizlarga to'liq va ravshan ma'lumotlarni Xudo xohlasa berib o'tamiz. Xo'sh do'stlar, videorolikni boshlashdan albatta videorolikka like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Qanunda biz videorolikni boshladik. Haytgancha do'stlar, bitta narsa, bilasizlar, yozgi yangilanish juda ham yaqin, tez orada, balki bir hafta ichida Xudo xolasa hammaga bo'lsa kerak. Kimni reytingi tushib ketadi, kimni reytingi ko'tariladi. Xullas, reytinglar haqida barcha narsa Telegram kanalimga tashlab borilyapti. Futbolchilar reytinglari, kim tushib ketdi, kim ko'tarildi, barchasi ana shu Telegram kanalimga tashlab borilyapti. Keyin Telegram kanalda yaqin mana shu yozda 10 ta sezon pasga aksiya qilamiz. Xudo xohlasa, nasib bo'lsa, o'shuning uchun albatta Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Ссылка описанияda hamda kommentariyada bo'ladi. Qanday biz videorolikni boshladik. Xo'sh do'stlar, mana yozgi yangilanishning rasmiy birinchi videosi va bu videoda jahon chempionatiga ko'proq e'tibor qaratilgan videolar ko'rib turibmiz. Rafinha Braziliya formasida, xullas har xil o'sha terma jamoalar o'yinlari, har xil o'yinlari ko'rsatib o'tilgan. Xullas jahon chempionatiga qaratilgan videorolik bo'libdi. Follari ham o'sha jahon chempionatiga qaratilgan. Xullas, yozgi yangilanishning rasmiy videolaridan biri bo'ldi. Xudo xolasa mana shu buni obzor qilishga uncha arzimaydi, chunki videorolik davomida barcha mana shundagi detallarni borgan sari o'sha obzor qilib chiqarishga harakat qilaman do'stlar. Birinchi navbatda biz o'sha yozgi yangilanishdagi ba'zi bir narsalarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, eng oddiylardan boshlaymiz. Oddiylardan biri bu mana bu klan biroz o'zgarar ekan. Bu klan bu akkauntni yo'qolgan. Klanni borlar tushunadi. Klanda endi gaplashib, o'sha o'ynash mumkin ekan, suhbatlashib, ya'ni kim yomon o'ynayapti, maslahatlashib, xolos Telegramga o'xshab yozib o'ynash mumkin bo'lar ekan. Keyin yangi emojilar qo'shilishi kutilyapti. Bilamizki, bizda bir nechta yangi emojilar qo'shilsa zarar qilmaydi. Xudo xohlasa yangi emojilar qo'shilishi ham kutilyapti. Bizda har xil mana bunaqa emojilar bor. Hozir o'yinning ovozini biroz yaxshilab olishim kerak. Bo'ldi. Xo'p, xullas shunaqa gaplar do'stlar. Keyin yana bitta narsa, qizil kartali futbolchilarni qayerdan olamiz degan savolga hozir javob beraman. Qizil kartali futbolchilarni ekranlarga chiqarib qo'yaman. Mana bu sezon pasdan olishimiz mumkin ekan. Endi bu xitoycha yozuv yoki koreyscha bilmayman. Xullas, sezon pas orqali olinadi deb aytishyapti ishonchli insiderlar. Keyin yana bitta narsa, har xil donatlar orqali kelar ekan. Mana bu yerda bilasizlar, aksiyalar bor. Mana bunday aksiya, bunday va sezon pas turibdi. Mana shu aksiyalar orqali ham ekranlarga chiqarib qo'yaman. O'sha donat qilib olishimiz mumkin bo'lar ekan. Agar Abduqodir Husanov keladigan bo'lsa, albatta sezon pasni ochishga ham hamma narsaga arziydi. Eng qizig'i, kim sezon pas ochishni bilmasa, bemalol meni Telegram linkimga murojaat qilishingiz mumkin. Sezon pasni arzon, sifatli va ishonchli tarzda ochib beramiz. Hozir mana bu sezon pasni bir ochishimizni yana bir sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Ana qaranglar do'stlar, mana bu yerda ham DLC yangilangani haqida narsa turibdi. Hozir mana shuni to'liq rasmini sizlarga ko'rsataman. Xo'p. Qani mana sezon pas ochildi do'stlar. Bitta rasmga olamiz. Bonuslarni endi keyinroq olamiz. Xo'p. Mana bu yangilangan DLC'ni o'sha nimasi yangilansa shunaqaroq bo'lar ekan. Orqa fon qora va o'sha sariq ranglar bilan iborat. Keyin yana bitta narsa, fan klub degan narsa qo'shilar ekan stadionning oldiga. Bilasizlar, razmesheniya bor bizda, kommerchеский центр, тренировка, stadion va har xil meditsina va sentr poiska degan narsalar bor.
Mana shularning oldiga yana bitta narsa qo'shilar ekan, qanaqadir fan klub degan joy. Mana ekraninglarga chiqarib qo'yaman, uni kuchaytirsa nima bo'ladi, kuchaytirmasa nima bo'ladi, barchasi mana shu ekranimda batafsil ko'rsatib o'tganman. Xullas, mana shunaqa narsalar, xullas hozircha DLSda shunday yangiliklar bor. Iloji boricha akkauntning kodiga qarab qo'yinglar. Kod olish joyiga mana bu yerdan kod ochsa bo'ladi. Kimdadir kod qulflanib qoladi, kodni tayyor qilib ochib qo'yinglar, chunki ertaga sezon pas ochtirmoqchi bo'lganlarida muammoga uchrab yurmaysizlar. Kodlar ochiq tursin, hamma narsaga e'tiborli bo'linglar, tanga olmosni yig'inglar do'stlar. Qizil kartali futbolchilarni mana shunday olishimiz mumkin. Keyin yana bitta narsa, Abduqodir Husanov haqida hali ma'lumot yo'q, lekin ana shu bir videoda o'tgan safargi videomda aytib o'tganimdek, bayroq ko'ringan edi. Keyin men bayroq ko'ringan joyni ChatGPT dan so'radim. Mana shu orqa fonda bitta bayroq turibdi. Ana shu bayroqni menga sifatliroq qilib ko'rsatib ber desam, u mana bunday qilib rasm yasab berdi. Mana ekranlarga chiqarib qo'yaman. Xullas, Abduqodir Husanov kelishi 90% yoki 80% bo'lib turibdi. Xudo xohlasa kelishi aniq. Почти. Xullas, mana shunday yangiliklar do'stlar. Albatta, qizil kartali futbolchilar olishga arziydi. Ayniqsa u Abduqodir Husanov bo'lsa. Tim bo'li sezon pas orqali kelsa, bu juda ham oson, bilasizlar. Mana bu agentdan qidirishdan qiyini yo'q. Agent to'plashdan o'zi qiyini yo'q do'stlar. Agent to'plab odamlar ko'pincha ola olmay qoladi. Husanovni ham ola olmay qolishlari mumkin. O'shuning uchun sezon pas yaxshi. Sezon pasdan kelar ekan, xudo xohlasa yaqinda. O'shuning uchun sezon pasga endi sezon pas eng arzonlardan biri, eng arzonisi ham bo'laveradi. Eng arziydigani, puliga arziydigan narsa sezon pas. Eng arzoni sezon pas, aksiya kelsa undan ham arzon bo'lib ketadi. Xullas, shunaqa gaplar do'stlar. Shunaqa yangiliklar hozircha DLSda fonlarda o'zgarganini, xullas, barcha men o'zim ko'rgan, o'zim eshitgan yangiliklarni sizlarga aytib o'tdim. Endi qanaqadir yangiliklar qolib ketgan bo'lsa, men bor uzr so'rayman, lekin hozir bor yangiliklar mana shu do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Iminov DLS yangiliklari kanali bo'ldi. Hammangizga xayr, sog', salomat bo'linglar do'stlar.